Assalomu alaykum aziz ixlosmandlar. Muhtaram san'at shaydolari, xonish ko'rsatuvimiz yana fayzli xonadoningiz mehmoni. Bugungi mehmonlarimiz o'zlarining kamtarona san'atlari bilan elimiz, yurtimiz nazariga tushgan ajoyib san'atkorlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Avazbek Mahmudov va respublikada xizmat ko'rsatgan artist Ilhomjon Jo'rayevlar tashrif etilgan. Studiyamizga xush kelibsizlar. Hammalarga san'at bobida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' bo'linglar. Avazbek Mahmudov o'zlarining shirali va yoqimli ovozlari bilan ana shu ustozlarimiz yurgan so'qmoqlardan odim tashlab, mana shunday martabalarga va unvonlarga ega bo'lgan, o'zining lirik ovozlari bilan shinavandalarini xursand qilib kelayotgan xonandalardan biri. Avazbek, san'at yo'lidagi hayotingizdan shinavandalarimizga, muxlislarga ikki oz so'zlab berasiz. Rahmat Ismoil aka. Men Andijonda tavallud topdim. Ijodimga kelsa juda ko'p ustozlardan saboq oldim. Mana masalan maktablarda o'qiganimizda ham har xil fanlardan dars olardik. San'at ham shunday deb o'ylaymanki, toki bir yo'lab qo'ygan ustoz bo'ladi. Yana undan tashqari qo'shiqlari bilan xalqni bahramand qilayotgan ustozlarimiz juda ko'p. Mana Xudo rahmat qilsin, o'tib ketgan ustozlar. Mana hozirda barhayot ustozlarimiz. Shularda hamma qo'shiqlarini hammamiz kuylab kelamiz hozirda. Hammasi bizga ustoz hisoblanadi. Endi shulardan Andijonda o'zi yaxshi bilasiz, O'zbekiston xalq artisti, Andijonimizni hozir oqsoqoli bo'lib turgan san'atkor G'ulomjon Hojiqulov va men ustozim O'zbekiston xalq artisti O'rinboy Nuraliyev, Rasuljon Urayimjonovni ham o'zimga ustoz deb bilaman. Shularning ta'sirida men shunchalik darajaga kelyapman endi. Siz mana yetuk san'atkor bo'lish bilan birga xalqimiz salomatligi yo'lida fidoyilik qiladigan shifokor kasbini ham ulug'lab kelyapsiz. Albatta ikkita kasbni mana shunday bir darajada xalqimizni xursand qiladigan darajatlariga ega bo'lish ham hammaga nasib qilavermaydi. Shuning uchun albatta mana shifokor terapevtsiz. Bilishimcha shu Andijon tibbiyot institutini tugallagansiz, davolash fakultetini. Bu san'atga xalaqit beradigan joylari yo'qmi? Shu haqda ham ikki oz gapirib bersangiz, shifokor. Yo'q, aksincha shu ikkovi ham shu insonlarni davolashga mo'ljallangan. Shu institutda o'qib yurgan vaqtlarimizda ham shu ansambllarda qatnaganmiz. Keyin ishlagan joyim klinikada ham, Andijon tibbiyot instituti qoshidagi klinikada shu har oyda 2 oyda bir konsert qilardik. Shu oldin ham aytganman bu to'g'rida. Shu kasallarimiz juda bir ruhan tetik bo'lish uchun harakat qilardik. Shu 1 soat, 2 soat konsert qo'yib, o'zimiz ham bir shularga bir xizmat qilganimizdan, savob ish qilganimizdan g'ururlanib yurardik. Demoqchimanki, ikkovi baravar. Ikkovi ham xalqqa xizmat qiladigan. Avazbek, bu yil prezidentimiz tomonidan bu yilgi yilni salomatlik, sihat salomatlik yili deb e'lon qilindi. Mana shu sihat salomatlik yilida sizni kasbingizda mana shu yana ham sizga omad, yutuqlar, zafar yor bo'lsin deymiz. Xalqimiz salomat bo'lsin. Va shu bilan birgalikda endi kuylash navbatini birinchi sizga beramiz. Albatta sizni shinavandalaringiz, muxlislaringiz bugun Avazbekdan miriqib, shu o'zlari sevgan taronalardan aytib beradi deb kutib o'tirgan muxlislarimizga men iltimos qilaman, ana shu ohista deb siz Avazbek Mahmudov darajasiga ko'targan bir ashulalardan bittasi shu Orifxon Hatamov ustozimiz bastalagan shu ohista-ohistadan boshlasak. Marhamat, kuylash navbati sizga. Rahmat.